Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Demak, maxsus fanlarni o'qitish metodikasi fanimizning predmeti, maqsadi va vazifalari bo'yicha siz bilan ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Demak, maxsus fanlarni o'qitish metodikasi fanining predmeti o'qitish jarayonini, o'sha maxsus fanlarni o'qitish jarayonini, o'qitish usullarini, shakllarini, texnologiyalarini hamda didaktik tamoyil va nazariyalarini asoslashdan iborat hisoblanadi. Fanimizning maqsadi esa pedagogik kompetensiya shakllantirish, metodik bilim va ko'nikmalar berish, zamonaviy ta'lim yutuqlarini o'rganishdan iboratdir. Bu maqsaddan kelib chiqib, demak, fan o'z oldiga quyidagi vazifalarni qo'yibdi. Maxsus fanlarning o'qitilishdagi xususiyatlarini o'rganish, o'qitishning turli metod va usullarini tahlil qilish, dars rejalarini tuzish va tashkil etish, zamonaviy ta'lim texnologiyalarini joriy etish hamda shaxsga yo'naltirilgan pedagogik yondashuvlarni qo'llash kabi bir qator vazifalarni, demak, o'z oldiga qo'ygan. O'qitish metodlarini taqqoslash, demak, bu fanimizning asosiy tushunchalaridan biri hisoblanadi. Demak, qanday metodlar yoki bu metodlarning qanday afzalliklari va qanday cheklovlari mavjud ekanligini quyidagi jadval asosida ko'rishimiz mumkin. Demak, metodlarda, demak, qo'llashimiz mumkin. Ma'ruzada ayrim metodlarni qo'llashimiz mumkin. Amaliy mashg'ulot darslarida ayrim metodlarni qo'llashimiz mumkin. Va o'sha amaliy, ma'ruza va laboratoriya, seminar mashg'ulotlarida ko'plab muammoli o'qitish metodlarini ham qo'llash imkoniyatlariga ega bo'lamiz. Xo'sh, bu holatlarda qanday afzalliklarga ega bo'lishimiz mumkin? Demak, o'sha metodlarni qo'llash jarayonida ko'p ma'lumotlarni tezlikda yetkazish imkoniyatiga ega bo'lamiz va talaba hamda o'qituvchilar orasidagi o'zaro munosabat faol hisoblanadi va tanqidiy fikrlarni rivojlantira olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Ayrim hollarda an'anaviy metodlarda, ma'ruzalarda talabalar faolligi passiv holatda bo'lishi mumkin. Hozirgi holatda esa yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash natijasida ma'ruza, amaliy mashg'ulotlarni amalga oshirishda esa bu holat aksincha, ya'ni talabalarning faolligi o'qituvchi faolligidan yuqori darajada amalga oshishini auditoriyada yoki umuman masofaviy darslarimizda ham ko'rib o'tishimiz mumkin. Ko'proq o'sha talabalarning faolligini oshishda yana bitta cheklovimiz bo'lishi mumkin. Bu vaqt talab qiladi. Ya'ni o'qituvchi auditoriyada berayotgan bilimini yetkazib berish holatiga vaqt talab qilinib qoladi. Ya'ni vaqt yetishmaydi. Chunki u yerda talabani ham eshitish, uni fikrlariga javob berish, uni tahlil qilish, uni baholash ko'proq vaqt talab qilinadi. Demak, yana bir holatimiz, demak, tayyorgarlik talab qilish hisoblanadi. O'quv jarayonining elementlari, demak, qanday hisoblanadi? Demak, bu yerda juda ham ahamiyat darajasiga ko'ra har doim an'anaviy metodlarda ham yoki bo'lmasa yangi pedagogik texnologik metodlarda ham o'qituvchi o'sha o'quv jarayonining asosiy ahamiyatga ega bo'lgan darajasida turadi. Doim o'qituvchi boshqaruvchi, bilim beruvchi, demak, uni baholovchi, natijalarni tahlil qiluvchi holatga qolaveradi. Bundan tashqari talaba, demak, keyingi ahamiyatli darajaga ega bo'lgan holat va o'qituvchi va talaba o'rtasidagi o'sha fanning mazmuni, uning metodlari, uning natijalari bilan amalga oshiriladigan butun bir o'quv jarayonining elementlarini hisobga olib o'tishimiz mumkin. Hozirgi holatda eng ko'p qo'llanilayotgan texnologiyalardan biri bu raqamli ta'lim texnologiyalari hisoblanib, onlayn platformalarda, ya'ni Moodle'da, Classroom'da, Google Classroom'da yoki bo'lmasa interaktiv video darslar, mana hozirgi holatda siz bilan biz bog'lanib turgan holatni misol keltirishimiz mumkin. Bundan tashqari mana laboratoriya jihozlarimiz
ayrim holatlarda yetishmaganda virtual laboratoriyalar va simulyatorlardan foydalanish raqamli ta'lim texnologiyalarining asosiy ko'rsatkichlari hisoblanadi. Yana bir metodlarimizdan eng yaxshi talabalarga o'sha bilimlarini natijaviyligini ko'rishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan va o'sha talabalarga yondashish hisobida, talabalarga bilim berish hisobida judayam bir chiroyli yondashuvga ega bo'lgan case study va muammoli yondashuv texnologiyamiz bor. Bunda amaliy holatlar tahlili judayam yaxshi olib boriladi. Talabaning ijodiy va tanqidiy fikrlarini shakllantirishga imkoniyat beradi va muammoni yechishni yo'naltirilgan holatda o'rganishga yordam beradi. Siz bilan o'rganib kelayotgan hozirda o'sha maxsus fanlarni o'qitish metodikasida bundan tashqari 20 dan ziyod metodlarimizni aytib o'tishimiz mumkin. Buni kelajakda o'sha mavzularga mos ravishda qo'llab, ketma-ketligini qaysi birini ma'ruzada, qaysi birini amaliyotda va boshqa seminar darslarda qo'llanishini ko'rib boramiz. Hozirgi mavzumiz bo'yicha xulosa va takliflarni siz bilan ko'radigan bo'lsak, demak, metodik ta'lim fanni samarali o'qitish kaliti hisoblanadi. Zamonaviy yondashuvlar talaba markazi ta'limni ta'minlaydi. O'qituvchi doimiy ravishda o'z ustida ishlashi zarurligini ko'rsatib boradi. Siz bilan ko'rsatilayotgan mana shu nazariy bilimlarni bir qator o'sha sizga masofaviy ta'lim platformasida testlar, savollar va qo'shimcha diagramma jadvallar berilgan. Mana shular bo'yicha qisqacha savol va tavsiyalardan kelib chiqib bilimingizni yana ham mukammallashtirib olasiz degan niyatdamiz. Bugungi mavzumiz bo'yicha mana shularni o'zlashtirdik deb hisoblaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.